Assalamualaikum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun sizlarga yig'ilishgan maqsad Prezidentimizning topshirig'iga ko'ra har bir bank rahbarlari bir oyda 3 marta tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazishi kerak. 2025-yil 14-may kuni Qazarasi Xalq bankining navbatdagi qabuli bo'lib turibdi. Tadbirkorlar bilan uchrashuvi shu munosabat bilan birga yig'ildi. Sizlarga shunday qo'shimchalar aytishim mumkin. Xalq bankida berib turgan kreditlar ko'pchiligingiz xabaringiz yo'q. 312-sonli qaror bo'yicha berib bir yil davomida faoliyat yuritib kelayotgan tadbirkorlarga garovsiz 21%dan 100 million so'mlik kredit ajratib turibmiz. Uni ma'lumot uchun aytib turibmiz. Keyin tezkor kreditlarimiz bor, valutning 12%dan 3 yil muddatda beriladi, maqsadsiz ko'rinishda beriladi. O'zimizda hisob raqami bor, yakka tadbirkor bor, MCJ korxonalarga ajratiladi. Yakka tadbirkorlar 30 ming dollargacha, yuridik shaxslarga 250 ming dollargacha ajratiladi. Endi birovlar shundan to'g'rilab yuribdi, birovlar boshqasidan, endi bir-biri uchun ma'lumot sifatida aytib turibmiz buni. Qo'shimcha savollar bo'lsa, sizlarning savollaringizni eshitamiz, xudo xolasa javob beramiz.